alaykum o'rtoqlar. Biz hozir Ahad Qayumning uyiga kelganmiz. Ham uyi, ham ofisi ham bo'ladi. Bu yerda bolalar mana ishlashyapti. Bu gilamlar yuvilgan, top-toza bo'lgan. Apparaturalarimiz bu yerda ham yuvib chiqishdi bolalar. Qaranglar qanaqa zo'r bo'lgan. Hop, bu yoqonlar ham bor ekan. Bu hali yuvilmagan, endi yuvamiz bu xonalarda. Bu xona hali yuvilmagan. Buni endi yuvamiz. Bu yoq ham yuvilmagan. Mana o'zlari. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Zo'rmisiz? Qalay aka, yaxshimi? Ha, zo'r. Toza ochilyapti sekin-sekin. Bu yoqlar hali endi tushadi bolalar. Bu yoq tomon plyonka qildim. Bu yoq ham zo'r bo'pti. O'rtoqlar, bemalol sizlar ham yurishingiz mumkin. Mana shunaqa chiroyli xizmatlarimizni taklif etamiz. Olmaylar.